Assalomu alaykum. Ayni damda Birodar shaharlar alyansi tomonidan Birodar shaharlar 2026 xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tmoqda. Keling, konferensiya haqida ishtirokchilardan qisqacha fikrlarni eshitib qolsak. Bugungi Birodar shaharlar 2026 birinchi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani yurtimizda ilk marotaba o'tkazilyapti. Ya'ni Birodar shaharlar alyansi tashabbusiga ko'ra mazkur anjuman doirasida kecha matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari, xususan jurnalistlarga bugungi bo'lib o'tadigan tadbir haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Aytib o'tish joiz, 7 may kuni Birodar shaharlar alyansi faoliyatiga 1 yil to'ladi. Shu munosabat bilan biz bugungi anjumanni tashkil qildik. Today's international conference hosting in Uzbekistan with the Brother Cities Alliance, and this conference is very important for youth, for the development between the cities in our country. Not only regional development of Uzbekistan like Bukhara, Khiva or Samarkand, but also its international development. So my opinion about this conference is very positive, and we can exchange these new skills, some opinions, some new developments. How can we improve the development between the brotherhoods of the cities? So it's a big experience not only for me but all the participants here. Thank you so much. Birodar shaharlar 2026 xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi bu kelajakka qo'yilgan millatlararo totuvlikka hamda do'stona munosabatlarni juda ham chuqur tiklashga qaratilgan poydevor deb bilamiz. Men o'ylaymanki, bunday amaliy konferensiyalar ayniqsa bizni chekka hududlarda joylashgan chegara hududlar bilan qo'shni chegaradosh mamlakatlar, viloyatlar, shahar tumanlar bilan ularni ham iqtisodiy ham ijtimoiy rivojlanishiga, gumanitar yoki bo'lmasam madaniy, turizm sohalarida rivojlanishiga juda katta turtki bo'ladi. Ajoyib bir anjuman bo'lyapti. Biz bu anjumanga Qozog'istondan ishtirok etyapmiz va juda ham xursandmiz. Mana raislarni, qolaversa olimlarni, ustozlarimizni so'zlarini eshitib, o'zimizga kerakli bo'lgan ajoyib bir ma'lumotlarni olishda juda ham men xursand bo'ldim. Qozog'istondan qatnashganimdan juda ham xursandman. Добрый день. Сегодня в Ташкенте проходит первая конференция Альянса городов-побратимов. Мероприятие очень интересное, очень важное. Самое главное то, что обсуждаются конкретные вопросы, как города могут налаживать сотрудничество между собой, о том, что это сотрудничество, конечно, предполагает и деловые контакты, и культурные, гуманитарные связи, обмены молодежи. Anjumanimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Nima uchun muvaffaqiyatli o'tdi? Belgilangan barcha spikerlar, ishtirokchilar tashrif buyurishdi. Hatto mana Xitoy Xalq Respublikasidan Xitoy Xalq xorij bilan do'stlik jamiyati raisi Yan Van Min janoblarning o'zlari ham ishtirok etdilar. Qolaversa, bugungi tadbirimizning eng kulminatsion joyi shundaki, deyarli bizni asosiy auditoriyamiz yoshlarga qaratilgan edi. Haqiqatan yoshlar bugun faol ishtirok etdi. Ularning o'zlari ham kreativ videolar olishdi. Bugungi tadbir bo'yicha ana shu yana ham nima deydi, tadbirimizni bezab berdi. Shu bilan bugungi konferensiyamiz o'z nihoyasiga yetdi va biz qaysidir ma'noda tarixiy Birodar shaharlar 2026 xalqaro ilmiy-amaliy anjumanini nihoyasiga yetkazdik.